Hammaga assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlarni yana YouTube kanalimizda ko'rib turgandan xursandman. Bugun sizlar bilan imtihonda rostdan ham keladigan savollardan 10 tasini yaxshilab ko'rib tahlilini qilib beraman. Iloji boricha 10-sigacha e'tiboring, chunki imtihonda o'tishingizga juda ham katta foydasi tegadi. Bugun sizlar bilan kalit so'zlari, tarkibga solishiga daxldor bo'lgan savollar, xullas hammasini ko'rib chiqamiz. Faqat oxirigacha ko'rib turing. Xo'p, birinchi savoldan unda boshlaymiz unda. Sonli yumshoq to'qimalari lat eganda deyapti. Birinchi tibbiy yordam qanaqa qilib ko'rsatiladi? Xo'p, sonli yumshoq to'qimalar lat egan paytda birinchi yordam qanaqa ko'rsatiladi degan savol keladigan bo'lsa, buni kalit so'zini aytaman, o'zingiz keyin topib olarsiz, oson bo'ladi. Mana bu yerda muzxalta degan so'zni ko'ryapsizmi? Agar muzxalta degan so'zni ko'rsangiz, aynan shu javob to'g'ri bo'ladi. Tushundingizmi? Juda ham oson. Mana sonli yumshoq to'qimalari muzxalta. Biza bilasizlar, test platformamizda o'zi noto'g'ri topgan paytingizda kalit so'zini chiqarib beradi. Buni ham chiqarib berish kerak mana. Noto'g'risini bosaman. Muzxalta degan so'zni kalit so'z qilib mana chiqarib beryapti. Tushundinglar? Ikkinchi savolga o'tamiz endi. Ikkinchi savolimizda nima deyapti? Xo'p, buni savolni o'qib o'tirish ham foydasi yo'q. Nimaga? Mana shu belgini ko'radigan bo'lsangiz, eslab qoling, xuddi shu belgini ko'rgan paytingizda siz taxlanadi yoki-da mumkin emas degan javobni olasiz. Eng topishda oson yo'li mana shu. Ya'ni agar yo'l boshlanishida mana xuddi shu belgini ko'radigan bo'lsangiz deyapti, qatnov qismini chap chetidagi tasmaga o'tishingizga ruxsat etiladimi deyapti. Ya'ni siz quvib o'tishingiz mumkinmi deyapti. Javobi hech qanaqangi holatda mumkin emas degan javobni to'g'ri deb tanlaysizlar. Xo'p, keyingi savolimiz 3-savolda qarama-qarshi yo'nalishdagi transport vositalari oqimi ikkita sidirg'a chizig'i bilan ajratib qo'yilgan bo'lsa, yo'l nechta harakatlanish tasmasiga ega deyapti. Agar ikkita sidirg'a chizig'i bilan ajratiladigan bo'lsa, kamida 4 ta tasma bo'ladi. Eslab qolasizlar buni. Demak, kamida 4 ta undan ko'proq tasma degan javobni to'g'ri deb tanlaysizlar. Xo'p, 4-savolga o'tamiz. Xo'p, 4-savolimizda nima deyapti? Qaysi transport vositalariga harakatlanish uchun ruxsat berilgan deyapti. Xo'p, bu tartibga solish uchun bu ishorasida e'tibor qiladigan joyimiz bor mana. Xuddi shunaqa qilib turgan bo'lsa, to'g'risi hozir avtomobillar yo'g'i, agar bo'lganda faqat o'ngga burilishga ruxsat bo'lgan bo'lardi. Orqasidagi va o'ng tomondagi avtomobillarga hech qanaqangi harakatlanishga ruxsat berilmaydi. Lekin chap tomondagi avtomobillarga barcha tomonga ruxsat bor. Demak, hozir bu yerda ikkalasiga ruxsat bo'ladi, lekin yuk avtomobiliga ruxsat bo'lmaydi degan javobni to'g'ri deb tanlaysizlar. Xo'p, to'g'ri javobga o'tamiz. Qaysi transport vositasiga ruxsat beriladi? Mototsikl va yengil avtomobiliga degan javob to'g'ri bo'ladi. 5-savolimizga o'tamiz. Xo'p, bu chorrahada avtomobillar tartibini so'rayapti. Bu savolda oson topish yo'li bor. Men sizlarga o'rgatib ketaman. Mana bu yerda asosiy yo'l belgisi turibdi. Bunda ham asosiy yo'l belgisi bor demak. Qaraymiz. Qaysi biri o'ng tomonda? Buni kommentariyaga yozib ketinglar. Qaysi biri o'ng tomonda bo'ladigan bo'lsa, o'sha birinchi bo'lib harakat qiladi. Demak, yashil avtomobil o'ng tomonda, asosiy yo'l o'ng tomonda turibdi. Bu asosiy yo'lda chap tomonda. Yashil chapga burilib oladi. Keyin qizil harakat qiladi. Oxirgi bo'lib ko'k avtomobili harakat qilsa bo'ladi. Demak, tartib bo'yicha yashil, qizil va ko'k avtomobillar bitta vaqtda. Xo'p, yaxshi. 6-savolga o'tamiz endi. 6-savolimizda sirpanchiq yo'lda orqa yetakchi avtomobil uchun tormozlashda qaysi usuli xavfsiz to'xtash ta'minlaydi? Bu savolga ko'pchilik xato qiladi. Men bilaman buni. Ya'ni ulagichni uzgan holda degan javob noto'g'ri. Ulagichni uzmasdan tormoz berasiz har doim. Ulagichni uzmasdan tormoz tepkisini keskin bosish. Keskin bosish doim xato javobda bo'ladi. Demak, keskin bosish mumkin emas. To'g'ri javob bo'ladigan bo'lsa, ulagichni uzmasdan tormoz tepkisini ko'plab marta mana uzib bosishingiz kerak bo'ladi. Shu javob to'g'ri. Xo'p, 7-savolga o'tadigan bo'lsak, transport vositalari bitta o'qiga har xil naqsh shinalar o'rnatishga ruxsat etiladimi? Transport vositalari bitta o'qiga har xil shina o'rnatishingiz mumkin emas. Ya'ni bitta baloningizga qishki shina, bitta baloningizga yozgi shina, ya'ni yozgi balon qo'yib olishingiz mumkin bo'lmaydi-yu. Yoki-da har xil balon qo'yib oladigan bo'lsangiz, tormoz bergan paytingizda balonlaringiz har xil tormoz beriladi. Bittasi berilsa, bittasi unchalik berilmasligi mumkin. O'shuning uchun taxlanadi degan javob to'g'ri bo'ladi. 8-savol. Quvib o'tishda faralarni uzoqda yorituvchi chiroqlardan ogohlantiruvchi ishora sifatida foydalansa bo'ladimi? Xo'p, quvib o'tishda bo'ladi. Farani uzoqda yorituvchi chiroqlardan foydalansa bo'ladi. Lekin buni kalit so'zi bor. Kalit so'z nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib qo'yinglar, men hozir aytaman. Mana boshqa degan so'z kalit so'z bo'ladi bu yerda. Agar ko'zini qamashtirmasa, boshqa haydovchilarda o'shanda sizga ruxsat etiladi. Demak, to'g'ri javob mana bu bo'ladi. Kalit so'zini chiqarib berarmikin? Boshqa xato javobni bossak hozir. Hozir boshqa xato javobni bosadigan bo'lsak, kalit so'zini chiqarib berish kerak. Mana boshqa. Agar daftar bilan ko'rayotgan bo'lsangiz, yozib keting yoki-da videoda saqlab qo'ying. Xo'p, shatakka olish taxlanadi. Yaxmalayda qattiq ulagich bilan
yonka jabasi yo'q mototsikllar deyapti. Xo'p, yonka jabasi bor mototsikllar deyapti. Qarang, men sizga oson yo'lni aytib o'tib ketaman. Yonka jabasi yo'q mototsikllar shatakka olishingiz mumkin emas. Bo'ldi, shu javob. Xolos, boshqa javob kerak emas. Mana shu joyda ko'pchilik xato qiladigan javobni belgilayman. Mana ularga bilan birga transport umumiy uzunligi 20 metr bo'lgan degan javob tanlab qo'yishadi. Bu xato bu. Mana yonka jabasiz degan so'z kala so'z bo'lyapti bizga. Oxirgi savolga o'tamiz. Oxirgi savoldan oldin bo'lsa, har like bosmagan bo'lsangiz, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bitta obunani bosib, like-ni ham bosib qo'ying. O'zingizga o'xshab imtihonga tayyorlanayotgan tanishlaringiz hammasiga shu video jo'natib qo'ysangiz, ularga ham foydali bo'lib qoladi. Xo'p, quyidagi qaysi belgilar ogohlantiruvchi ishora, ya'ni ogohlantiruvchi belgi jumlasiga kiradi? Ogohlantiruvchi belgilari kiradiganlari. Mana aylanma harakat, xullas xavfli burilishlar, xavfli burilish, mana yo'l to'rayishi, o'sha o'ng tomon yo'l borligini bildiradi. Demak, barchasi. Yaxshi. Demak, hozir natija. Xo'p, 10 ta savolni ishlab oldik. Endi tugatishni bosib qo'yamiz. Va mana natijamiz. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, aytganimdek like-ni bosib, qolganlarga jo'natib qo'ying. Bizni YouTube kanalimizda bundan ham ko'proq savollarni tahlilini qilib boryapmiz. Bundan keyingi videoda kutib tursangiz, bundan ham yaxshiroq savollar tahlilini qilib beraman.